taxminiy hisobni topgan futbolsevar do'stlarimizga Jahon choyxonasi nomidan ikkita somsa. Avvalambor assalomu alaykum Jahon choyxonasi kuzatuvchilari, aziz obunachilari. Kecha o'yinda PSG va Arsenal o'rtasida bo'lib o'tgan o'yinda taxminiy hisobni Ravotdan To'qcharadan ismlari Humoyun ukamiz topgan. Mana va'da qilinganda Jahon choyxonasi tomonidan mana ikkita somsani taqdim qilyapmiz, beryapmiz. Xudo xohlasa, sizlarda ham qolgan challenge'larda faol bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Humoyunjon, bir gaplaringiz bo'lsa, choyxona to'g'risida, o'yin haqida bir. Hammasi rost ekan. Choyxona yaxshi, juda zo'r, somsalar shirin. Men bu o'yinda taxminiy hisobni yozganim uchun g'olib bo'ldim. Humoyun ukamiz endi noto'g'ri tushunmanglar, birinchi bo'lib yozgan. Xudo xohlasa biz ondan oldingi o'yinlarimiz, ondan oldingi challenge'larimizni ham aytganmiz. Birinchi bo'lib shartimiz, birinchi bo'lib yozgan akkaunt egasiga va'da qilingan sovg'alarni topshiriladi. Shuning uchun noto'g'ri tushunmangizlar.